hozir studiyamizda bir nechta sozni sayratib yuboradigan iste'dod egasi o'tiribdi. Milliy kuy-qo'shiqlarni yaxshi ko'ruvchilar, san'atga oshno qalblar yaqinroq joylashib oling, ularni tanishtirib o'taman. Sozanda va xonanda Ma'murjon Po'latov bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Xush ko'rdik. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olsangiz. Assalomu alaykum. Bizni Oyna jahon orqali kuzatib turgan teletomoshabinlar, yurtdoshlarimiz, hammanglarga xayrli tong, kuningiz yaxshi o'tsin, salomat bo'linglar. Albatta va suhbat oldidan men shuni va'da bera olaman, o'sha retro kun munosabati bilan o'sha o'tmishdan sado beruvchi unutilmas ohanglarga yuzlanamiz suhbat davomida. Shunday ekan, televizor qarshisidan uzoqlashmang deymiz. Ovozini balandroq qiling, chunki sizni qalbingizdan juda chuqur joy egallagan qo'shiqlar albatta jarang sochadi. Biz bunga ishonaman va hozir aynan mana shunday bir kuylardan biriga yuzlansak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ana undan so'ng gapga o'tamiz. Qaysi kuyni chalib berasiz bizga? Bugun Ovozini qarang. Munojot kuyini chalib beraman, ustoz Turg'un Almatov yo'llaridan. Marhamat.
yuraklarga insonsizmi deyman, bir tebranish bo'lmadi-ya chalganingizda. mana shunday qilib olib insonlarni yuraklarini o'rtovchi insonda. Sizdagi bosiqlikni ko'rib, to'g'risi, o'sha tambur sozni ham shu qadar bir joyda ushlab turib shunday bir chalmoqdasiz. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda o'sha bitta tadbirda ishtirok etgansiz, butun ansambl bilan ishtirok etgansiz va shu orada video lavhalar orqali ko'rdim, sizga navbat berildi. Tadbir ishtirokchilari, boshqa ansambldagi insonlar hammasi jimjitlik bilan qaramoqda. Mana shunday bir xotirjamlik bilan shu qadar bir shirin kuylarni chalmoqda. Ana shu jarayonlarni ko'rib, ertaga studiyamizda mana shunday bir jarayon bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Haqiqatda mana shunday bo'ldi. O'ylaganingiz bo'ldi. Albatta, men sizni o'sha ikkita musiqiy soz bilan kutgan edim. Tanbur bilan hamda sato bilan va bugungi yosh avlod qarang, shu ustozlardan olgan bilimlarni mana shunday bir qo'llamoqdaki, bir tanbur sozi bilan ikkita musiqiy kuyni chiqarish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Satoga qanday aylantiramiz buni? Satoga hozir ko'rsatib qo'ying. Endi sato bo'lish uchun buni ustozlarimiz mana simichok bilan sekin olib bunaqa qilib chalsa sato bo'ladi. Noxunda chalsa tambur bo'ladi-da. U chalinishi o'zgarganda nomi o'zgaradi instrumentda. Chalinishi uslubi o'zgarganda. Mana bu tambur bo'ladigan bo'lsa, o'sha asrlar davomida shakllangan tambur, sato ham bor instrument, alohida sato. U sal formasi boshqaroq, qorni kattaroq bo'ladi, mana kosaxonasi. U sato bo'ladi, ovozi ham g'o'ng'iraganroq chiqadi ovozi. Bu qanchalik uni o'rnini bosa oladi? Ikkalasini baribir farqi bor ancha ovozida. Satoda ancha zalvorliroq chiqadi. Mana bunaqa simichogida tortganda satoni ovozi zalvorli chiqadi ancha. Qani bir eshitaylik. Bunda tamburda sal ingichkaroq, mayinroq chiqadi. Mayinroq. Chunki o'zi tanbur sozi xotirjamlik ulashuvchi, albatta, bir sokinlik ulashuvchi musiqiy sozlardan biri hisoblanadi-da. Ovozini qisqa eshitaylik, endi men kutyapman. Ingliz oshib ketmoqda. Qisqa faqat. Ustozlarning o'sha chiroyli monologlari ostidagi musiqiy bezakni ijro qilgan mana musiqa sozini eshitmoqdasiz, Muxlisaxon. Esladingiz-a bu kuyni? Iste'dod bo'lsa shunchalikda mana shunday bir sozga mehri bilan ulkan zafarlarni qo'lga kiritib kelmoqda va mana shu sozni ortidan mana ko'rik tanlovlarda yuqori natijalarni qo'lga kiritib Yunus Rajabiy nomidagi Musiqa va san'at institutiga imtihonsiz qabul qilingansiz. Min olganda yutuqlarni bir eslasak, albatta sarhisob qilish kerak. Mana shu qo'lingizda turgan musiqiy soz sizga do'st va do'stlik bilan, do'stlik tuyg'usi bilan nimalarni taqdim eta oldi? Shu haqida bir so'zlab bersangiz. Endi bu san'atga kirib kelishimizdan boshlanadi hammasi. San'atga kirib kelishimiz oilaviy muhitdan bo'lgan, uydagilarim, qarindoshlarim hammalari san'at shaydosi. Hammalari nima deydi, musiqiy savodlari bo'lmasa-da notada turishni bilishadi. Falishni juda yaxshi bilishadi. Men ustozlarni, institutdagi ustozlarni, boshqa ustozlarning oldida ashula aytishdan ko'ra, kuy chalishdan ko'ra o'zimni uydagilarimni, qarindoshlarimni oldida aytishda qo'rqaman. Chunki ustozlar u bilishadiki, jonli ijro bo'lgan joyda xato bo'ladi har doim. Uni tushunsa bo'ladi. Ovoz ishlamay qolishi bor, boshqa bor, soz uchmay qolishi bor, lekin uydagilar uni tushunmaydi-da.
zo'r aytish Ha, kerak. zo'r doim. bo'lish kerak, har doim bir xil, один к одному bir xil bo'lish kerak, zo'r bo'lish kerak ijro. Bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning uchun ularni oldida ijro qilish juda qiyin men uchun. Lekin o'zlari o'shanga javob beradigan darajada aytishadi. G'oyat. To'g'ri Chiroyli iste'dod. aytishadi, zo'r aytishadi. Men masalan uyalaman ularni oldida ashula aytishga. Dadam zo'r ashula aytadilar o'zlari, ustoz Sherali Jo'rayev ashulalarida. O'zlari kasblari duradgor, ustalar. Shu yoshligimdan o'sha ashulalarni o'rgatib, qulog'imga quyib, Hozir bu so'zlaringizdan yurtdoshlarimiz bu bola hali qo'shiq ham ijro qilar ekan. Ha, Xudo xohlasa degan dastur bir davomida. so'zlarni aytishmoqda. Biroz tomosha qilib tursangiz, albatta ana shu siz sog'ingan ohanglardan birini qo'shig'i bilan ijro qilamiz. Undan oldin shu yutuqlar haqida so'z borayotgan edi, shuni davom ettirib qo'ysak. 2019-yil adashmasam, O'zbekiston Davlat konservatoriyasi huzuridagi iqtidorli bolalar akademik litseyga o'qishga kirganman Toshkentdagi. U yerda ustozim Maqsadbek Jabborov qo'llarida o'qiganman ta'mir sozida. Keyin 2021-yilda har 2 yilda bo'ladigan yosh ijrochilar iqtidorli Respublika ko'rik tanlovida birinchi o'rinni olgansiz. Birinchi o'rin olganman. Ustoz o'zlari tayyorlaganlar. Juda qiziq bo'lgan ko'rik tanlovimiz. Shu yilning o'zida keyin o'sha talabalik baxtiga muyassar bo'lgansiz. Xuddi shunday. Tanlovda qiziq bo'lgan joyi shunaqa bo'ldiki, tanlovga bizga programma berishadi. Programma dastur berishadi. Dastur bo'yicha tayyorlanib boriladi sozandalar. Endi biz dasturdagi narsani tayyorladik. Biz menimcha undan 2 yil oldingi dastur qo'limizga tushgan shekilli, biz dastur to'g'ri kelmadi bizni chalgan asarlarimiz oxirgi turda, 3-turga borganda. Keyin o'sha yerda sahnani o'zida boshqa asar chalganman-da. Tayyorlanmagan asar. Improvizatsiya bo'lgan. Improvizatsiya emas, yo'q, Boshqa bir tayyorlanmagan asar chaldim. Juda qo'rqqanman o'shanda, chunki 2 yillar oldin o'rganib qo'ygan asarimni umuman chalmasdan turib o'sha sahnani o'zida shuni asar o'zgartirib chalganmiz. O'sha yerda va bu yaxshi tarafga sizga juda ishlab bergan. Mana shunday bir yigit kishi ayrim bir vaziyatlarda mana shunday bir tavakkalga qo'l ursa, kutilmagan natijalarni olib keladi-da. Va o'sha Turg'un Almatov ijodiga bag'ishlangan tanlovda Sato ijrosida ham birinchi o'rinni egallagansiz 2025-yilda. Bu jarayonlar ham o'zgacha bo'lgan va o'ylaymanki, mana shunday bir yutuqlaringiz yanada hali bardavom davom etadi. Ani endi esa yurtdoshlarimizni ko'p kuttirmagan holda, menimcha hozir o'sha o'tgan kunlar asariga yuzlansak, haydalish kuyiga chaling deyishadi-ku. Ana shu bir o'rtar asarini, kuyini tinglasak. Agar aşığım etsem, kuyup canı cahan örter. Bu işlerin beyan etsem, Taqiyul hanıman örter. Kishiga ishq o'tidin zar, rangi yetsa bo'lib yurgan, bo'lur besabr betoqat, yuragimni chunon o'rtar. Bo'lib besabr betoqat, yuragimni chunon o'rtar.
Kayutu birleye canan seni vasfini beyan eyleyim. Kayutu birleye canan seni vasfini beyan eyleyim. Tilim lalu közüm giryan soňaklarni nihan urtar. Tilim lalu közüm giryan soňaklarni nihan urtar. Bu meşrep derdini canan ki hiç kim başıga salma. Bu meşrep derdini canan ki hiç kim başıga salma. Agar mahşerde oxursam zaminu osmon urtar. Agar mahşerde oxursam zaminu osmon urtar. Agar aşığım aytsam kuyup jonu jahon urtar. Kuyup jonu jahon urtar. Olqishlar bo'lsin. Haqiqatan go'zal ijro bo'ldi. Ovozingizga, san'atingizga ko'z tegmasin deymiz. O'zi umuman olganda o'sha soz chalgandami yoki bo'lmasam qo'shiq ijro qilgandami, qaysi birida rohatlanasiz siz? Endi ikkalasida ham, ikkalasi birida bo'lsa baribir Boshqacha bo'ladi. butun bo'ladi-da, butun bo'ladi, go'zal bo'ladi. Ya'ni kuy chalsangiz, masalan, kuy kimgadir yetib boradi, kimgadir tushunmaydi. Masalan, u so'zi bilan bo'lganda insonni shu yuragini tub-tublarigacha yetib boradi. Masalan, o'zim ham kuy chalsam ham maza qilaman. Endi ashulasi bilan bo'lganda u juda go'zal bo'ladi. So'zni kuy to'ldiradi, kuyni so'z to'ldiradi deb bejiz aytishmagan, ikkalasi birdek bo'lsa, inson qalbiga sekin-astalik bilan o'sha yo'l topishi osonroq bo'ladi. Suhbat avvalida aytdingiz, o'sha bugungi suhbat davomida imkon qadar kamroq gapirgan holda ko'proq o'sha insonlarga o'sha o'tmishdagi ohanglarni, ustozlardan qolgan asarlarni taqdim etishga harakat qilaylik degan bir taklifni aytib o'tdingiz va shu o'rinda yana bir qalbimizdan chuqur joy egallagan bir ohang bor. Qisqa, ko'p emas, boshidan oxirigacha bo'lishi shart emas. Mashrab gapirmaysan endi deyishadi-ku. Ana shu film uchun, ya'ni Kichkina tabib filmi uchun soundtrack kuylangan ana shu qo'shiqdan bir parcha iloji bo'lsa. Albatta. Ijrosi bilan, ha? Sensan sevarim ha inon, ha inonma. Sensan sevarim ha inonma. Qondir jigarim ha inonma.
qondir jigarim xoynon xoynon hijron kechasi charxing falakka yetar eymoq ohi saharim xoynon xoynon ohi saharim xoynon xoynon haqqoki qilich kelsa boshimga eshigingdan yora yo'qdir guzarim xoynon xoynon yo'qdir guzarim xoynon xoynon sensan sevarim xoynon xoynon medoda qondir jigarim xoynon xoynon qondir jigarim xoynon xoynon olqishlar bo'lsin. Haqiqatda juda ham go'zal ijro bo'ldi. Musiqani shunday bir sehrli kuchi bor deyishadi. Musiqa ohangiga qarab insonni qalbini boshqara oladi degan. Efirdan oldin, ya'ni suhbatdan oldin o'sha sizdagi bir energiyani his qilib turgan edik. Musiqa chalganda shunday bir o'zingizni, qalbingizni ham sokinday tutmoqdasiz. Biz ajablanmoqdamiz bundan. Mana shunday bir ilohiy bir bog'liqlik davomiy bo'lsin deymiz. Rahmat. Xo'p, ana endi rejalar bilan suhbatga yakun yasasak, chunki studiyamizdagi soatmiylar ham dasturimiz yakuniga qadar oz fursat qolganini ko'rsatmoqda. Marhamat, xayrlashish chog'ida aytar so'zlar bo'lsa, rejalar bo'lsa aytib borishingiz mumkin. Endi nima deymiz? Xalqimizga tinch totuvlik tilaymiz. Osmonimiz musaffo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Prezidentimiz vaqtimizga sog'-omon bo'lsinlar. Yoshlarga mana shunday bir keng imkoniyatlarni yaratib maqomimizga shunchalik e'tibor qaratyaptilar. Biz bundan juda xursandmiz. Institutimizdagi ustozlar hammalari juda xursand maqomga bo'lgan e'tibordan. Hammasi davomiy bo'lsin. Albatta, rahmat deymiz. Qay bir manzilda bo'lmasin, Nurafshon TV telekanalini tomosha qilayotgan barcha yurtdoshlarimizga samimiy minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Doimo quvonch, baxt, samimiyat sizga hamroh bo'lsin. Yillar sari hisobida baxtli kunlaringiz ko'p bo'lsin deya qalbimdagi barcha ezgu tilaklarni siz tomon yo'llayman. O'zingizni va yaqinlaringizni doimo baxtli kunlar uchun ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Har bir tong bu yangi imkoniyatdir. Imkoniyatlar esa keladi, ketadi. Muhimi undan foydalanib qolishdir. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Xayr, xayr.